Barcha blogerlarda bir xilini ko'rib charchagan opa-singillarim, mana sizlar uchun yangilik. Vaflidan endi shunaqa ajoyib ko'rinishda desert qilsangiz ham bo'ladi. Barcha quruq masalliqlarni aralashtirib olib qo'yasiz va tuxumga sut solib aralashtirib, margarin yoki sariyog'ni qo'shasiz. Hamda unli massani oz-ozdan solib, yaxshilab aralashtirib 10 daqiqa olib qo'yasiz. Oldindan qizdirilgan vafelnitsiga xuddi videoda ko'rsatilganidek tayyorlab olgan massamizni ishlab beramiz. Vaflilarimiz issiq bo'lgan paytida xuddi shunaqa qilib ikiga buklab olib qo'yamiz, ohistalik bilan albatta. Vaflilarimiz sovigach xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Hech bo'lmasa bir marotaba shu retsept asosida vafli tayyorlab ko'ring. Keyin sizni ishontirib aytamanki, qayta tayyorlaysiz. Hali o'zbek blogerlarida bo'lmagan kontentlarni siz bilan Kelinka Life ulashib boradi.